Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Yana biz bugun eshiklarimizning nalishnik qismini kraska qilish jarayonidamiz. Kraska jarayoni bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Eshiklarimizning nalishnikasi juda ham chiroyli ko'rinishda qilingan. Polностью уже tayyor holatga keltirildi. Bu kraskamiz белый жемчуг rangda. Жемчуг цвет, oq emas, молочный emas. Jemchug kraskaga yashatilgan. Ko'rinishini o'zingiz baho berishingiz juda ham chiroyli chiqdi. Sifatini ham o'zingiz baho berishingiz mumkin. Tiniqligini, boshqasini hech qanday defekt, hech narsa yo'q. Biz asosan kraskani Betek firmasining kraskalarini ishlatamiz. Filli boya. Juda ham sifatli kraska. Har doim shuni ishlatamiz asosan. Bu brend nasa, malyar bratlarimiz o'zi biladi. Kraska o'zingiz baho berishingiz mumkin.